Sure Bakara tefsiri 31. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirah li sadri ve yessir li amri ve ahlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden Uygurca tercümesinin Sure Bakara'dan 31. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de a'udhu billahi mineşşeytanirracim. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Andın ularını periştilerge körüstüp halife boluşqa Adem'e qaraganda biz haqlıyıq deydigan qarşınlarda rastçıl bolsanglar bu şeylerinin namlarını man aytip beringlar dedi. Periştiler seni bütün kemçiliklerden pak deb tanıymiz. Biz sen bildirgenden başkını bilmeymiz. Hakikaten sen hemmini bilgücüdürsen, hikmet bilen iş kılgıcıdırsan dedi. Allah, ey Adem, ulağa bu neslerinin namlarını aytip bergen dedi. Adem ularga bu neslerinin namlarını aytip bergen çağda Allah, men sizlarga osmonlardagi ve zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora ve yoshurun ishinglarni bilib turman demaganmidim dedi. Adem aleyhisselamның farishtalardan ustun ekanlik. Adem aleyhisselam farishtalar bilmagan narsalarning ismlarini bilishdek xususiyatga erishganligi uchun Allah onun farishtalardan ortiqchiligini bayon qilib mundaq deydi. Allah bütün şeylerinin namlarını Adem'e öğretti. Zahhak İbn Abbas'ın bu ayetning ma'nisi haqida mundaq deganligini bayon qildi. Allah Adem aleyhisselamga bildirgan ismlar insonlar, mal chorvalar, osmon, zimin, quruqliq, dengiz, ot, eshak qatorliq kişiler bildiğin barliq isimlardır. İbni Ebu Hatem ve İbni Cerir, Asım İbni Kuleyb'den Said İbni Ma'bad'ın bu ayetinin manisi hakkında İbni Abbas radıyallahu anhuma'dan Allah Teala Adem aleyhisselam'a qadai qadirinin ismini mi ügetti mi deb sual so'raganligini İbn Abbas'ның cho'ng kichik hamma narsalarning ismlarini o'rgatdi deb javob berganligini rivoyat qiladi. To'g'risi İbn Abbas degandek Allah Teala uningga hamma narsalarning ismlarini, hatto mijoz xarakteri, sifatlaridan tartib o'rgatdi. Tövende bununla ait hadis var. İmam Buxoriy Anas radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni hamma mu'min bir yerga jam bo'lib, Rabbimizdan bizga shafaat qilishni so'rasak bo'ladi deyshidi. Shuning bilan ular Adem aleyhisselamның yiniga kelib, sen odamlarning bovisi, Allah Teala seni öz qo'li bilan yaratdi. Sana farishtalarni sajda qildirdi. Hamma narsalarning ismlarini bildirdi. Şunu sen Rabbimizden bizga shafaat so'rasang, bizni hozirgi o'rnimizdan chiqarib qo'ysa, ya'ni rahat bir o'ringa kirgizsa deydi. Adem aleyhisselam ularga, men unda qilishga loyiq emasman, ya'ni men shafaat so'ray olmayman deb javob berdi. Ve özünün Allah Teala'nın oldida o'tkazib salgan kamchiligini ularga so'zlab berib, shuning uchun Allah Teala'dan xijil bo'lganligini aytdi. Adem aleyhisselamning kamchiligi bo'lsa, yeme deb to'sqan daraxtning mevasini yeb salganlikdir. Adem aleyhisselam sizlar Nuh aleyhisselamning oldiga beringlar. U Allah Teala'nın zimin yüzdeki kişilerge evetken dastlabki payg'ambari deydi. Ondan ular Nuh aleyhisselamning oldiga keldi. Nuh aleyhisselam ularga, men unda qilishga loyiq emasman deb o'zining
so'rashga tegishlik bo'lmagan bu bir savolni Alloh taoladan so'rab qo'yganligini, shuning uchun Allohdan xijil bo'lganligini aytadi. Ondan ularga sizlar mehribon sifatlik Alloh taolaning do'sti bo'lgan Ibrohim alayhissalomning yiniga beringlar deydi. Ular Ibrohim alayhissalomning yiniga keldi. Ibrohim alayhissalommi ularga men unda qilishga loyiq emasman. Sizlar Alloh bilan bevosita so'zlashgan, Tavrat berilgan banda Musa alayhissalomning yiniga beringlar deydi. Ular Musa alayhissalomning oldiga keldi. Musa alayhissalom ularga men unda qilishga loyiq emasman deb javob berib, o'zining gunohsiz bir kishini o'ldirib qo'yganligini so'zlab berdi va shuning uchun o'zining Alloh taoladan xijil bo'lganligini aytib, Alloh taolaning bandisi, payg'ambari, Alloh taolaning so'zi va ruhi bo'lgan Isoning oldiga beringlar, yeniga beringlar deydi. Ular Isa alayhissalomning oldiga keldi. U ularga men bunda qilishga loyiq emasman. Sizlar ilgirki va keyingi barliq gunohlar kechirim qilinib ketgan Alloh taolaning bandisi Muhammad alayhissalomning yeniga beringlar deydi. Ular mening yenimga keldi. Men Robbimdan shafaat qilishni tilab, uning oldiga boraman. Alloh taolo menga shafaat qilishga ruxsat berdi. Men Robbimni ko'rgan hamon sajda qilaman. Alloh meni o'zi xohlagan vaqtgacha sajdada qo'yib qo'ydi. Ondan menga: "Ey Muhammad, beshingni ko'tar. So'ragan narsalaringga erishsan, shafaat qilishni so'rasang, shafaat qilinasan, ya'ni ularga qilgan shafaating qabul qilindi" deydi. Ondan men beshimni ko'tarib, Alloh menga o'gitib qo'ygan hamd va sanolar bilan uningga hamd o'qiyman. Ondan uningdan shafaat so'rayman. Menga ma'lum miqdordagi kishilarni jannatga akirishga chek to'xtatib berildi. Men ularni jannatga kirgizaman. Ondan men qaytadan Alloh taolaning oldiga boraman. Men Robbimni ko'rgan hamon yana yuqoriga o'xshash sajda qilaman. Ondan shafaat so'rayman. Menga ma'lum miqdordagi kishilarni jannatga akirishga chek to'xtatib berildi. Men ularni jannatga kirgizaman. Bu ish 3-4 qitim takrorlandi. Oxiri do'zaxda Qur'on tutib qolgan kishi, Qur'onda do'zaxda mangu qoladi deb yezilib ketgan kishi qilib qoldi. Oxiri do'zaxda Qur'on tutib qolgan kishi, Qur'onda do'zaxda mangu qoladi deb yezilib ketgan kishi qilib qoldi. Bu hadisni bu yerda keltirishlik sabab payg'ambar alayhissalomning ular Odam alayhissalomning yeniga kelib: "Ey Odam, sen odamlarning bobosi. Alloh seni o'z qo'li bilan yaratdi. Alloh farishtalarni sana sajda qildirdi. Hamma narsalarning ismlarini sana bildirdi" degan so'zidir. Bu hadis Alloh taolaning Odam alayhissalomga hamma mahluqotlarning ismlarini bildirganligini tushuntirib berdi. Shunga Alloh Taala mundaq deydi: Alloh bütün shaylarning nomlarini odamga o'rgatdi. Ondan ularni farishtalarga ko'rsatib, ya'ni u narsalarning ismlarini farishtalarga deb berdi. Bu shaylarning nomlarini menga aytib beringlar dedi. Ya'ni sizlar zaminda xalifani bizdan boshqa birsidan qilsak, u zaminda buzg'unchilik qilib bordi, nahaq qon to'kidi. Agar xalifaning bizning ichimizdan qilsak, agar xalifani bizning ichimizdan qilsang, biz sana madhiya o'qib va seni hamma kamchilikdan pok deb taniymiz, ham sening buyurgan ishlaringga bo'ysunimiz degan so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, sizlarga ko'rsatgan narsalarning ismlarini menga deb beringlar. Sizlar ko'z oldinglarda turgan bu narsalarning ismlarini bilolmasanglar, hozir ko'z oldinglarda yo'q. Buningdan keyin bo'ladigan narsalarni texmi bilolmaysizlar deganlikdir. Shuning bilan farishtalar mundaq dedi: Sening
butkul kamchiliklardan pok, seni butkul kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Bu farishtalarning hamma bilim Allah tarafidan bo'ldiganligi va hech qanday kishining Allah bildirgan narsadan boshqa hech qanday narsani bilmaydiganligi to'g'risidagi haqiqatni Alloh taolaning oldida e'tirof qilganligidir. Shunga ular seni bütün kamchiliklardan pok deb tanıymiz. Biz sen bildirgandan boshqani bilmaymiz. Haqiqatan sen hammani bilguchidirsan, hikmat bilan ish qilguchidirsan dedi. Ya'ni sen hammani bilguchidirsan, yaratgan va qilgan ishlaringda hikmat bilan ish qilguchisan, xohlagan kishiga bilim o'gitsan va xohlagan kishini uningdan mahrum qilsan. Uning hikmatini faqat senla bilasan. Sen nihoyat odilsan. Adem alayhissalomning bilim bilan farishtalardan ortiq qilinganligi. Ey Adem, ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergin dedi. Adem ularga bu narsalarning nomlarini aytib bergan chaqda Alloh, men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yoshirin ishlaringlarni bilib turman demaganmidim dedi. Zayd ibn Aslam bu oyat ustida to'xtalib mundaq deydi. Adem alayhissalom farishtalarga hamma narsalarning ismlarini so'zlab berib, Jibril alayhissalomga sen Jibril, Mikailga sen Mikail, İsrafilga sen İsrafil dedi. Hatta qog'chilik narsalarning ismlarini sanab berdi. Adem alayhissalom Allah bildirgan narsalarning ismlarini sanab berib, farishtalardan ustun kelgan chaqda Allah farishtalarga mundaq dedi. Men sizlarga osmonlardagi va zimindagi g'ayblarni haqiqatan bilib turman, oshkora va yoshirin ishlaringlarni bilib turman demaganmidim? Ya'ni men sizlarga mening yoshirin ishlarni biladiganligimni demaganmidim? Zahhak Alloh taolaning oshkora va yoshirin ishlarni bilib turman demaganmidim degan oyati haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men yoshirin ishnimi xuddi oshkora ishni bilgandek bilaman. Ya'ni iblis shaytonning eng cho'ngining ko'ngliga yoshirgan cho'ngchilik va mag'rurlikni bilaman deganlikdir. Ya'ni iblis shaytonning eng cho'ngining ko'ngliga yoshirgan cho'ngchilik va mag'rurlikni bilaman deganlikdir. Abu Ja'far Rozi Rabi ibn Anasning yuqorqi oyat to'g'risida mundaq deganligini rivoyat qiladi. Farishtalar bu zaminda buzg'unchilik qilib, nahaq qon to'kadigan kishini xalif qilamsan degan so'zni oshkora aytgan bo'lsa-mu, ko'nglida biz Robbimiz yaratgan har qanday mahluqotdan bilimlik va hurmatlikdirmiz degan so'zni yoshirishgan edi. Ondan farishtalar Alloh taolaning Adem alayhissalomni o'zlaridan bilimda va hurmatda ortiq qilganligini tonib yetdi. O'z vaqtida farishtalarga Ademga sajda qilinglar dedik. Iblisdan boshqa hammasi sajda qildi. Iblis sajda qilishdan bosh tortdi. Takabburlik qildi. U kofirlardan bo'lib ketdi. Alloh taolaning farishtalarni Adem alayhissalomga sajda qildirish orqali Adem alayhissalomni hurmatlaganlik. Bu Alloh taolaning Adem alayhissalomga ko'rsatgan katta marhamatidir. Alloh taolaning farishtalarni Ademga sajda qilishga buyurganligi Adem alayhissalomning bolalariga, ya'ni butun insonlarga qilingan cho'ng bir in'omidir. Bu haqda ko'plagan hadislar bor. Tuvandagi hadislar yuqoridagi hadislarga o'xshash mushu vaqtdagi hadislarning qatoridandir. Musa alayhissalom Allohdan: "Ey Robbim, menga bizni va o'zini jannatdan chiqargan odamni ko'rsatgin" deb so'radi.
Musa aleyhisselam bilen Adem aleyhisselam bir yerga kelganda Musa aleyhisselam Ademge sen Allah öz qo'li bilan yaratgan, sana ruhidan püylep can kirgizgen ve sana ruhidan püylep ruh kirgizgen ve feriştelerini sana secde kıldırgan Adem sen dedi. İblis gerçi ferişte bulmusumu, ferişteler bilen birge Adem'ge secde kılışka buyurulganlık. İblis şeytan, gerçi feriştelerinin neslinden bulmusumu, iş harekette feriştelerge o'xshaydiganligi uchun Adem'ge secde kılışka buyurulgan ferişteler qatarıga kirip ketidi. Şunun uchun umu Adem aleyhisselam'a secde kılışka buyuruldu. Buyruqqa boysunmay secde kılmaganligi uchun ayıplendi. Allah halisa Allah Teala'nın iblisden başka hemmisi secde kıldı. İblis cinlardan idi. Şuna o Rabbinin itaatidan çıktı degan ayetiga kelganda yanımı tefsirliroq to'xtalib o'tamiz. Muhammed İbni İshaq İbni Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. İblis gunoh qilishdan burun farishtalardan bo'lib, uning ismi Azazul idi. U farishtalarning ichidagi eng tirishchan ve bilimli idi. Bu ishlar uning cho'ngchilik qilishiga sababchi bo'ldi. Zimindagi jin deb atiladigan Kenttin idi. Boysunishning Allohga sajdining odamga bo'lganligi. Qatada Allah Teala'nın öz vaqtida farishtalarga Adem'ge secde qilinglar dedi. Degan oyati to'g'risida mundaq deydi. Bu yerde boysunuş Allah Teala'ga, secde qilish Adem'ge idi. Allah farishtalarni Adem'ge secde qilish orqali Adem'ni hurmatladi. Bazı alimlar bu secde haqida farishtalar Adem'ge faqat salom qilish va hurmatlash yuzidan secde qilgan deydi. Hürmetleş üçün kılıngan secde Allah ata-anasını taxtida yenida o'ltirg'izdi. Hürmetleş üçün kılıngan secde Allah ata-anasını taxtida yenida o'ltirg'izdi. Ular shahlarga ta'zim qilish odati bo'yicha Yusufga secde qilishdi. O ey ata, mana bu burun kichik vaqtimda ko'rgan tushimning ta'biridir deganidek bizdan ilgari yashagan ummatlarning ichida yo'l qo'yilgan edi. Muhammed alayhissalomning ummatiga kelganda bu ish bekor qilindi. Muaz radiyallohu anhu mundaq deydi. Men Shamga borganda Shamliqlarning poplarga ve olimlarga secde kıldıganlıqını gördüm. Ondan men Peygamber aleyhisselamga, ey Allah'ın peygamberi, sen secde kılışqa en layıqtırsan, biz sana secde kılmaylımı dedim. Peygamber aleyhisselam, yo'q, agar men bir kishini, yani bir kishiga secde kılışqa buyuradigan bo'lsam, erning oldida haqqi cho'ng bo'lganligi uchun ayol kishini özünün eriga secde kılışqa buyurgan bo'latdim dedi. İblisning takabburlik qilishi. Qatada Allah Teala'nın iblis secde qilishdan bosh tortdi, takabburlik qildi, u kafirlardan bo'lib ketdi degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi. Allah Teala'nın düşmani iblis Allah Teala'nın Adem'ge bergan hurmatiga hasad qilib, men o'tdan yaratilgan u laydan yaratılgan tursa dedi. Günahlarning beşi takabburlik qilish bilan bo'ldi. Allah Teala'nın düşmani iblis takabburlik qilib Adem'ge secde qilishdan bosh tortdi. İbn Kathir hadislarda mundaq deyilgan deydi. Dilida zarrachilik miqdorda takabburlik bor kishi jannatga kira olmaydi. İblisda Allah Teala'nın dergahıdan qo'g'ilnishga tegishlik takabburlik ve kufurluk tepilganlıkları üçün Allah Teala'nın dergahıdan qilindi.
Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Bakara suresi tefsirinin 31. ayetinden 34. ayeti kaç okuduk. Ahirini keyingi okuşumuzda devamlaştırırız inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.